O'zbekiston ta'lim tizimini rivojlantirish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda ilg'or xorijiy metodikalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish ishlarini izchil davom ettirilmoqda. Jumladan, Yaponiya ta'lim tizimi hozirda respublika miqyosida sinov tariqasida tatbiq etilmoqda va Chortoq tumanidagi bir nechta muassasalarda tajribaga qo'shilgan. Shulardan biri 7-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti. Maktabgacha ta'lim tashkilotida qisqa guruhlar mavjud bo'lib, Yaponiya ta'lim tajribasi asosida mashg'ulotlarni boshladik. Bolalarni tarbiyaga, do'stlikka, jamoa bo'lib ishlashga o'rgatyapmiz. Bu muassasa bolalarni bilimga tayyorlash bilan birga ularni shaxs sifatida shakllantirishga ham katta e'tibor qaratadi. Bolalar kundalik hayotiy vazifalarni o'z-o'zini boshqarish asosida bajarishga o'rgatiladi. Kiyimlarni tartibga keltirish, o'yin maydonchasini tozalash va jihozlarni joyiga qo'yish kabi mashg'ulotlar ular uchun oddiy lekin foydali odatlar sifatida rivojlantiriladi. Shuningdek, guruh mashg'ulotlari va hamkorlikka yo'naltirilgan o'yinlar orqali bolalar bir-biriga hurmat ko'rsatishni, muloqot madaniyatini va jamoada ishlash ko'nikmalarini egallaydi. Bo'ldi, har ishlekin ayladim, xatolik bo'ldi. O'z yerida qo'yib hech soni 100 tandan yorib netayin 100 qarolik bo'ldi. Tarbiyachilar esa sabr, rag'batlantirish va individual yondashuv tamoyillari asosida faoliyat olib boradi. Bu esa bolalarda mustaqil fikrlash va ijtimoiy moslashuvni rivojlantiradi. Dastlabki kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ushbu davlat ta'lim muassasasida joriy etilayotgan metodika bolalarning o'zini boshqarish, hamkorlik va hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, tajriba kelgusida boshqa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham keng tatbiq etilishi uchun poydevor yaratadi. Umuman olganda, bu yerdagi yondashuv bolalarni nafaqat bilimli, balki mustaqil, intizomli va jamoadagi faol qatnashuvchi shaxs sifatida tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi.